Isitish tizimlari uchun metalloplastik turbalardan foydalanilganda ko'p holatlarda mana bunaqa izolyatsiyalarni alohida sotib olinadi va montaj jarayonida kirgiziladi. Bu esa birinchi navbatda vaqtdan yutqizishga olib keladi. Bundan tashqari, shlang uzunligida izolyatsiya mavjud bo'lmaganligi tufayli o'rtalarda uloqli bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bunaqa holatlar uchun esa bizda zo'r yechim bor. Ko'pchilik biladi, Klimadens Ispaniyaning Blansol kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar O'zbekistondagi dilleri hisoblanadi. Lekin bilmaganlar uchun yana bir ma'lumot. Bizda Blansoldan metalloplastik turbalarning mana shunaqa maxsus izolyatsiyalari ham bor. Buni zo'r taraf shundaki, bizga metalloplastik turbalar Ispaniyadan maxsus sifatli izolyatsiyalangan holatda keladi. Va buni qulayligi esa montaj jarayonida alohida izolyatsiyalarni kirgizib o'tirishga vaqt ketkazmaysizlar. Bundan tashqari, o'rtada qanaqadir uloqlar tushishini oldini oladi. Qo'shimchasiga esa buni afzalligi, bu izolyatsiyalar har bir turbani diametr va gradusiga moslab ishlab chiqarilgan. Ushbu metalloplastik turbalarni diametri, turlari va narxlari agar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning menejerlarimizga bog'lanib yoki bo'lmasa izohda shunchaki Blansol so'zini yozib qoldirsanglar, biz o'zimiz sizlarga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot beramiz.